ularni ham yig'ishtirib hamma joyni saranjom qilib berdilar. Axiyri 8-dan ham o'tdi. Oyijoonni chiroyli qilib tabrikladi, bizdan xursand bo'ldi. Bugunchi bir amallab ularni ko'ndirib, ruxsat olib, uyimizga mehmonga borib kelsak yaxshi bo'lar edi. Nima deysiz? Yaxshi bo'ladi, opajon. Oyijon, o'zingiz ruxsat so'rang. Hozir qo'rqaman. Mayli, nima qilsa ham yosh kelinni, kichkina kelin har doim boshi baloga qolgan katta kelin bo'ladi. Nima ham qiladi? Ishonaman-da. Hozir oyijondan so'raymiz. Oyijon kelasizmi? Assalomu alaykum. Keldiz oyijon, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat oyijon. Kelinjoyi, mana hozir endi Ramazon oylari tugab, hayit bayrami yaqinlashyapti. Shuning uchun hamma yog'ini tozalab, chiroq qilib, tozalab qo'yinglar. Mani qo'shnijonnikiga chiqib, bir g'iydan olib keling. Ha, aytganday, men ishimdan og'rib bo'lib, nabiralarimni qarash esingizdan chiqib qolmasin. Oqsinjon, salomlar. Tozalaylik, hayitga hamma joy toza bo'lsa, uyimizga qarashlar, kelishmaylik jonim. O'zim masala o'zim. Hech narsa qilmaydi. Boshlayapsizmi? Albatta so'raymiz. Keling, bizlarga berib, ovqatlarni qilaylik. Boshla, sizchi gospitalarni aqtib ovqatlarni qiling. Onajonim, jonim onam, to'rtta non olib borolmayman. Oxiri yo'q mehringizni, sirini daligim bilolmayman. Onajonim, jonim onam, hayot sirini hech bilolmayman. Oxiri yo'q mehringizni, sirini daligim bilolmayman. Assalomu alaykum onam, bugun ham ko'rishga borolmadim yana. Axir menda ham bitta ona, sog'inganda borolmayman. O'zgalarni ko'nglim olaman, o'zim bilan ko'p oboraman. Qachon men ham boshqalar kabi bag'ringizda bir kun qolaman. Oqsinjon, mana sizlarni ham bo'ldim. Ovqatlarni pishirib qoldi. Oyijon chiqib qo'yamiz. Bir amallar o'sha qo'yamiz. Rosa oyimga qo'ydim. Mana so'g'ilib ketdi oyijon. Kelinjonlar, nima bo'ldi? Ishlar qilib Assalomu alaykum oyijon. Keldingizmi? Keldim. Qanaqa yaxshi ekanmi? Voy, qo'shninikiga chiqsam, ana ivirsigan kelini hali uxlayotibdi. Hech qattiq tozalamabdi. Men sizlardan faxrlanib ketdim. Shunday farishtali, sarishtali. Chiroyli kiyimlardan kiyib, anaqalarni menga sovg'a olgan edinglar, chiroyli kelin. Ashunga o'xshab qudamlarni borib tabriklab kelinglar. Rostdanmi oyijon? Rostdan. Oyijon, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana sizlarni yaxshi ko'raman. Undan hozir kiyib chiqamiz. Kelib chiqinglar. Onajonim,